Suyumli do'stlar, yaxshimi? Bu 9-ay tug'ilgan kunimda yasagan tortning videosini sizlarga fashion qilib beraman deb hech bir fursat bo'lmagan. Shuning bilan bugun oxiri chiqadim. Amsa do'stlar, boshlab ketdik. Avval 3 tal tuxumni chiqib, sirqi bilan iqini ayirib olamiz. 45 gram sut, 40 gram zaytun meyi yoki qo'noq meyi bo'lsin bo'ldi. 60 gram Beijing mianfe, ya'ni tuvan talaliq unimizni süzgichdan o'tkazib turib savolamiz. Endi 5 gram kraxmalni silib aralashtirib olamiz. Asta mushtasi shaklini chiqarib turib aralashtirsak bo'ldi. Endi bayqi tuxumning iqiga azroq oqachiq suv temitib, 45 gram shakarni ikkiga bo'lib, elektronlik chalg'imiz bilan chilib tayyorlab olamiz. Mushundaq ko'pikchi chiqqan vaqtda ikkinchi qitimliq shakarimizni solsak bo'ldi. Tuxum iqimiz ko'pib, mushundaq holatga kelganda to'xtatsak bo'ldi. Endi tuxum iqimizning 3dan 1 qismini tayyor qilib olgan tuxum sirqiga silib, yaxshi aralashtiramiz. Tuxum iqiga qayta silib, yana aralashtiramiz. Ko'pikchilarning chiqib qilishdan saqlanish uchun aralashtirgan vaqtimizda cho'qim asta say qo'rgandek holatda aralashtirishimiz kerak. Tort qilibimizga to'kib, mush holatda 3-4 qitim davomlashtirib qilib, ichidagi ko'pikchilarni chiqarib etamiz. Oldin 10 minut burun qizitib qo'ygan duxovkamizga silib 145 gradusda 55 minut pishirsak, tort bolkamiz tayyor bo'ldi. Tortimiz tayyor bo'ldi. Endi birdam so'yitib olgandan keyin qilbimizdan ilib olsak bo'ldi. Endi do'stlar, tortning qaymog'ini tayyorlaymiz. 200 gram atrofida tort qaymog'ini quruq qachimizga to'kib, elektronlik chalg'ich bilan chilib olamiz. Men bu tortni yurak shaklida qilib tayyorlamoqchi, shuningga ustiga bir qat tort qaymoq surib olgandan keyin shakl chiqarman. Tekshi to'rtga bo'lib siziqlatib oldim. Endi ikki tarafning ustidan 2 tal siziq chiqarib olib, mush bo'yicha kesib olaman. Bu kesib etgan tarafini mo isrof qilib etmaymiz, ma ustiga qo'yib olsak bo'ldi. Cho'qqisining ustidan 2 tal siziq tatib, bu yana mo kesib tayyor qilib oldim. Bulgumuzning o'ttirdan 2 qilib kesib, arsiga meva olamiz. Odatda uyinglarda bor bo'lgan, o'zingizlar yoqtirgan mevalarni to'g'rab tayyor qilsanglar bo'ldi. Yoki menga o'xshash bu xil meva konservasini qilsanglar bo'ldi. Shakl chiqib bo'lgan keyin mushtaq tuzlab, qirlab degandek. Bak biyojun qilib ketmasakmi, uyda o'zimiz yeydigan tayyorlagan bo'lgan keyin mushinchilik bo'lsa bo'ladi. Endi bu yerda nima ish qilib deganda qaymog'imizning azroq yerimni bo'lib, rang berdim. Buni yaxshi aralashtirib, yog'odaga solamiz. Endi o'zingizlar yoqtirgan shaklda xatlarni yozib tayyorlasanglar bo'ldi. Mana do'stlar, bizning